G'arbki sayohat nomli asarni keynidan oldi vaqt o'qisak qanday mazmun chiqadi. Ya'ni G'arbki sayohat nomli asarni ta'tir ko'rgan vaqtning o'zida qanday mazmun chiqadi. G'arbki sayohat nomli bu asar shunday qoldi yozilganki, xuddi Da Vinci'ning rasmini o'ng ko'rsak bir xil, ta'tir ko'rsak bir xil, yondan qarshi bir xil, har xil mazmun chiqqandek, G'arbki sayohat nomli asarni oldidan keyinga o'qisak bir xil, keyindan oldi o'qisak yeni bir xil mazmun chiqadi. Mamlakatimizning Nobel adabiyot mukofoti sohibi Mo'yan apandi G'arbki sayohat nomli asarni ta'tir ko'rgan vaqtingizda haqiqiy bir turmush kartinasini tushuna olaysiz deb aytibdi. Undaqda men hozir buni ta'tir bayon shaklida bir aytib beray. Amitabhda bu yerki Tangsong, Sunukong, Jubaji, Shasong, Baylongma qatorliqlarni xislatlar tog'dan Tang davlatidagi Chang'anga bu yerdagi nomni olib berish to'g'risida bir vazifaga belgilaydi. Shuning bilan bular nomni olib xislatlar tog'dan yo'lga chiqadi. Bu safar jarayonida bular nurg'un alvaslarga, mushaqqatlarga uchraydi. Lekin bularning qalbisini o'tmaydigini, bularga uchragan kichik alvaslarni urib o'ltirmasmi hech qanday savol so'rig'i yo'q. Biroq eng vahshiy, cho'ng o'rni va alvaslarning hammasining erishda va yoki xislatlar tog'idagi bir budda pusa degandek orqadagi bor. Bularni urib o'ltirishga bo'lmaydi. Bularning qilgan etganlari uchunmi bular savol so'roq tortilmaydi. Balki erishdagi avliyolar kelib, amaqla xapamanglar deb akasilar bu ish tugaydi. Bu ish davomlashavergandan keyin bu yerdagi Shasong, Jubajilarning qo'sug'i ko'pib, to'xta deb bu ish chidamaydi. Shuning bilan Liu Shahi Oqarqum daryosiga kelgan vaqtda bu yerdagi Shasong bo'ldi endi men bu safarga bormayman deb chidamay Oqarqum daryosiga qilib qilib, barbara kim bu yerda bumi bir ovoz tuvaldi. Endi Gavlojonga kelgan vaqtimizda Jubaji bu yerda o'zining mahbubasini tepib, bo'ldi, nomni opangga piribdi, men bormayman deb Gavlojonda xotin olmayman deb bu yerda qilib qoldi. Faqat bu yerga tirikka sunmaymunlar o'zining va'dasida ching turib, Tangsong bilan birga bu nomni epmangdi. Biroq bu jarayonda erishdagi avliyolar, Yo'rin sultonlar bu Sunukongning o'zlarining ziminga avatgan nurg'un alvastlarini yoni buni urib o'ltirayotganligi chidamay Amitabh bilan yushurun qaslash planini o'tirib qo'ydi. Ya'ni Yo'rin sulton qatorliq erishdikilar Tangsongning Chang'anga bexatar berishiga kapolat qildi. Biroq Amitabhda Sunukongni chuqur jazolashga o'ltirib o'tish kerak. Shuning bilan bu yerga bir qiyoga kelgan vaqtda Baylongma qaslim ketib, bu qiyodan tushib ketdi. Sunukong olsa Amitabhda tog' ostiga 500 yil bostirib qo'ydi. Endi bu Anasur teqidan o'tgandan keyin bu yerga Chang'anga kelib qoldi, shunami? Safar tugab 99% safar tuganda Sunukongni taqqa bostirib o'tib, oxirgi barliq to'hfa, inovat, hurmat hammasiga Tangsong o'z yolg'iz erishdi va Yudi, ya'ni Xoqon inisi degan nomga erishib, Chang'anda bu yerda nomni taqib zo'r hurmatga, baxt saodat bilan o'lib ketdi. 500 yildan keyin Sunukong tog'ning ostidan chiqib, ochchig'ida udul erish chiqib, erish yo'ldisini ma'lum qildi. Erishdikilar bu yerga Sunukongga tankilanmay, amal yo'q, Jubaji bilan Shasongni yushurun taklif qildi. Ya'ni Jubajiga sarlashkar, Shasongga parda qayruq sarkarda degan nomni berishni, faqat bu ikkisi birlashib Sunukong qarshi tursalar, mushunda qildiganligini bildi. Endi bu ikkisi birlashib Sunukong qarshi chiqdi. Endi Mahish Sunukongning jon-jini o'tkizdi. Ya'ni o'zining eng yaqin birodarlari, sabdoshlarining endi mushu kichkina bir manfaat oldida o'ziga qarshi chiqqanligiga qattiq ko'ngli yerim bo'lib, kichigib ketib, o'zining oltin to'qliq gursini Sharq dengiziga tashib atdi. Va chiman taqib berib, maymun ballari bilan birga yashaydi. Kim bu Puti Lavzuning qishig'i berib, buningdan tariqatchilikni o'rganib, eng oxirida chiman taq bilan Sharq dengizining qirg'ida hasrat bilan tosh qayinib ketdi. Anda G'arbki sayohatni Sharq sayohat deb anglab, boshqacha bir hikoya anglagandek bo'ldinglarmi? Film yoqtirgan do'stlar bir dan yaxshi yurak berib, qadi kitobni go'nja qo'yishni unutib qolmanglar. Keyingi sonda G'arbki sayohat to'g'riliq qanday mazmunlarni anglanglar bo'lsa, pingni qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Rahmat.